Iye, sari? Qayerga ketyapsan? Antaliyaga. Antaliyaga? Ha, Antaliya dunyodagi eng zo'r kurortlardan biri hisoblanadi, bilasanmi? Nima bor Antaliyada? Bu yerga boradigan turistlarning yarmidan ko'pi Yevropa, Osiyodan keladi. Qanaqa ketyapsan? Endilikda Sakabri turi orqali Antaliyaga turlarini bron qilish mumkin. Shuning uchun tezroq shoshilinglar. Men ham Antaliyaga borib, u yerdagi zo'r parklarga boraman. Ha, u yerdagi otellar, lyuks otellar bor. Vau. U yoqda Rixos bormi? Rixos deysanmi? Rixos va undan tashqari eng zo'r otellar hammasi Antaliyada joylashgan. Antaliya sezoni yoz oylarida boshlanib, undan tashqari sentyabr, oktyabrgacha hatto davom etadi. Shuning uchun Antaliyaga tezroq shoshilinglar. Globus Antaliyada nima qilasan? Kerak bo'ladi, ko'p gapirma.